Mana shu, mana shu. Bu podorожникning yana bir turi. Podorожник lansentniy deydi. Tushundingizmi? Yana bitta zubturim bor-ku, mana bari katta. U endi yo'q. Lekin hammani uyida mana shu bor. Men bekorga emas, birodarlar. Bu ya bitta video qilganimda, bu ham yo'talga. Sokini chiqaring mana shu. Shunda yuling, mana shunday. Shunda yuling. Yuving mana osini. Yuvingda misorobkadan o'tkazing mana shuni. Soki chiqqan sokini, masalan, bir kunda 3 osh qoshiq yeylar. Chiqqan sokiga, 3 osh qoshiq sokiga 1 osh qoshiq asal aralashtiring. Siz qilavering, hech qo'rqmang. 1 qoshiq asal aralashtiringda mana shuni kun davomida och qoringa 3 mahal iching mana shu sokni. Mana yazvaga sizga, oshqozon yazvasiga, ichaklar gastritiga, manday eroziyalariga, tomoq og'rig'i yo'talpida, bu ham xuddi shuni baqirtiradi. Tushundingizmi? Podorожник lansentniy deyiladi buni. Undan keyin yana yara chaqalarga ezib buta qilib qo'ying. Qo'ying mana shuni, iltimos, mana shuni ezib qo'ying. Ko'zini chiqarib oladi. Tushundingizmi? Siz ishonavering, hammani uyida bor. Gemoroyga qo'ying, barigini qatlab. Kuygan joylarga qo'ying, chipqonga qo'ying, chipqonga. Xo'p deng, qiling shuni. Rahmat aytasiz.